Telegramda partnerskiy programma degan funksiyasi chiqqan. Bu orqali siz pul ishlasangiz bo'ladi. Agar kattaroq bitta kanalingiz bo'ladigan bo'lsa, havolalarni odamlarga tarqatib, u havola orqali kirsa, siz yulduzcha ishlaydigan funksiyalari bor. Buni hozir qanday qilishni o'rganamiz. Buning uchun Telegramga kirib turib, bu hozir oddiy, masalan, sizni kanalingiz yo'q holatida ko'rsatib beraman, keyin kanalni holatida ko'rsatib beraman. Bu yerda bitta mana bunaqa o'xshagan qanaqadir botlar bo'ladi. Shu botlarda agar partnerskiy programma yoqilgan bo'lsa, mana shunaqa chiqib turadi. Ichiga kirsangiz, mana ulanish degan joyi bor. Участвовать-ga bitta bosasiz. Sizga xos siz uchun mana shunaqa silka beradi. Uni kopyurat qilib olib, odamlarga tarqatasiz. Masalan, bitta odamga mana shuni silkani tarqatsangiz, u odam mana shu silka orqali birinchi marta kirishi bo'lib turib, u birinchi marta kirib turib, o'sha nimadan botdan yulduzcha ishlatadigan bo'lsa, masalan, mana shu botning ichida qanaqadir narsalari bor, sotib olish kerak yulduzcha orqali. U o'sha narsani sotib olsa, xuddi shu narsani sotib olganini 10%, ya'ni bu nimadan 10%, bir xillarida 90%, 80% ham bor. O'sha foizini sizga bonus sifatida sizga beradi. Keyin agar sizni Telegram kanalingiz bo'ladigan bo'lsa, men o'zimnikida bitta ko'rsatib beraman. Bu yerga kirasiz. Partnerskiy programma mana. Mana bor mana. Partnerskiy programma. Bu yerda mana 79, 80%, 80%, har xil nimalar bor. Botlar bor. Bu yerdan o'zingizga to'g'ri keladigan, masalan, VPN nimasi bor ekan, 50% berar ekan. Участвовать-ga bitta bosasiz. Kopyurat qilasizda, kanalingizga tashlaysiz. Odamlar shu orqali kirib, o'sha VPN ishlatadigan bo'lsa, yulduzcha ishlatib, o'shani ishlatgan pulidan sizga sizni foydangizga chiqarib beradi o'sha nima, Telegram bot. Uni sizga nimangiz tushganini, masalan, bitta odam sotib oldi o'shani, sizga foydasi keldi, masalan, uni qayerdan bilsa bo'ladi? Bu men hozir Telegram Plus ishlataman, uning uchun bunda chiqmas ekan. Telegramni o'ziga nima qilsangiz, настройкаga kirganingizda xuddi mana shunaqa my звезды degan joyi bor. Shu yerga kirsangiz, mana bu yerda vash balans turadi. Mana shu yerga tushadi pullaringiz. Keyin bu yerdan chiqarib olsangiz bo'ladi yoki podarka qilsangiz yoki qanaqadir narsalarni sotib olsangiz bo'ladi.